Hozirgi vaqtda trendga aylangan mazali trayfellarni tayyorlaymiz. Buning uchun 3 ta tuxumni ustiga shakarni solib, yaxshilab oppoq bo'lguncha mikser qilamiz. Oppoq bo'lgandan keyin unga razrexlитель, vanilin va kakao solamiz. Astalik bilan aralashtiramiz. Biskvitni tayyorlashda asosiysi cho'kib qolmasligi kerak. Ustidan ozroq yog' solib, qoliplarimizga solamiz. 220 gradusda 30 daqiqada pishirib olib, choperda maydalab, idishlarimizga tarqatib chiqamiz. Krem tayyorlash uchun sливkani yaxshilab masallaymiz. Ustiga to'ldirilgan sut solib, yana ozroq mikser qilamiz. Quruq bo'lib qolmasligi uchun ozroq sut solib chiqamiz. O'rtasiga krem va nachinkalarimizni solib tayyorlab olamiz. Endi esa ganaj tayyorlaymiz. Shokoladlarimizni ustiga sливkani solib, yaxshilab eritib olamiz. Tayyor bo'lgan ganajimizni trayfellarimiz ustiga chiroyli qilib solib, ustidan bezaklarini o'zimiz xohishimizga ko'ra bezatib olamiz. Trayfellarimizni bezatib bo'lgach, 10-15 minutda muzlatgichga ganajlarimiz qotishi uchun qo'yamiz. Mana trayfellarimiz tayyor. Sizga ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya beraman. Ta'mi juda ham mazali chiqar ekan. Men ham 1-2 marta tayyorlab ko'rganman va bunisi alohida boshqacha